Xullas qizlar, qoldirgan kanalimga ссылка orqali kirib olinglar. Hamma ma'lumotlar, живой отзывlar, kimda nima bo'lgan, hammasining informatsiyasi bor. Buni qatiq yoki yogurtga qo'shib ichiladi. Ichish приятный, umuman anaqasi yo'q, nima deydi, отталкивающий vkusi yo'q. Bolalar ham maza qilib ichib olishadi. Yo bolalaringlarni va o'zinglarni tam возрастingizga qarab zakaz qilinglar. 3 soatda где-то уже rezultatni ko'rishni boshlaysizlar. Yengil bo'lasizlar. Biz quyuq ovqat o'zbeklar ko'p yeymiz. Zaporlar qiynaydi, to'g'rimi? Ko'pchilikni, ya'ni qabziyat, ich qotish ham bo'ladi. Так что давайте sog'lomlashamiz. Sog'liq bo'lmasa, ko'ngilga hech nima sig'maydi. Buni million marta aytganman sizlarga. Organizmga уже qattiq qarash kerak. Mani istoriyamni o'zim tengilar, mamashalar kuzatadi va sizlar o'zinglarni, farzandinglarni sog'lig'iga befarq emaslar degan umidda sizlarga shu informatsiyalarni qoldirdim.